ming so'm pul odamni yig'latishi mumkinligini bilarmidingiz? Biz oilada 4 ta farzandmiz. Opam, akam, men, ukam. Qizli uyga mehmonga borganda, opacham ketar chog'larida qo'limga 30 ming so'm pul tutqazdilar. Hayron bo'ldim. Nima qilaman bu pulni? Nega beryapsiz dedim. Olib qo'ygur, orttirib berganim shu, kam bo'lsa ham. Bu narsangni ishlatarsan, o'sha payt ko'zimga yosh keldi. 4 kun oldin aytgan gapim, o'zimni ham esimdan chiqib ketgan gapim ularni eslarida bor. Ukamga telefonda hazillashib, kartamga pul tashib ber, undan ko'ra pista chaqib, qo'l ichkim kelyapti degan edim. Opachamni shu gaplar eslardi ekan. Jigar haqida videoroliklar hammasi o'zini isbotini topgan. Haqiqatdan ham er topiladi, xotin topiladi, farzand o'z yo'liga. Lekin jigarlarni o'rni bo'lar-ekan, ota-onangizdan yodgorlik, sizni hamisha cho'qqida ko'rishni istaydigan odam bu. Sizni opangiz, singlingiz, aka-uka, jigarlaringiz bo'lar-ekan. Arzimagan shu 30 ming so'm pulni o'zidan orttirib, meni nafsimni o'ylab bergan jigarimdan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Agar sizni ham opa yoki singlingiz bo'lsa, vaqtni boy bermang, dillariga ozor bermang. Ularni o'rnini 100 ta ko'chadagi tanishingiz bosolmaydi, ishoning.